Neymar tan oldi. Messimi yoki Ronaldomi qaysi biri tarixdagi eng yaxshi o'yinchiligini. Braziliyalik futbolchi intervyusida kimni futbol tarixidagi eng yaxshi o'yinchi deb hisoblashini aytib, hammani hayratda qoldirdi. Neymar shunday dedi: "Men hech qachon tushunmaganman, nima uchun odamlar doimo kim yaxshiroq deb so'rashadi. Biz hammamiz bilamizki, ular ikkalasi ham afsonalar. Men ham shundayman. Ularning ikkisi ham hayratlanarli gollar urishgan, 15 yil davomida oltin to'p uchun kurashishgan. Oltin to'p savolga javob bermaydi, chunki u ovoz berish orqali beriladi. Menimcha ularning qaysi biri yaxshiroq ekanini aniqlash o'rniga ularning o'yinlaridan zavqlanish kerak va ularni tanqid qilmaslik lozim. Chunki men shunday buyuk o'yinchilarning yana qaytib kelishiga shubham bor. Ronaldo va Messidan oldin Pele va Maradona bor edi, lekin ular endi biz bilan emas. Nega bilmayman, lekin ichim sezadi, ularning o'rnini ularning o'g'illari bosadi. Menimcha futbol tarixidagi eng yaxshi o'yinchi bu Cristiano Ronaldo, chunki bu savolga uning gollari javob beradi. Dunyo bo'yicha undan ko'p gol urgan hech kim yo'q. Qisqa va lo'nda futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun 365 Sportga obuna bo'ling.